Bugun 1-iyun. Men bog'chaga chiqqanimga roppa-rosa 27 yil bo'libdi o'rtoqlar. Sizlarga necha yil bo'ldi? Ana endi o'g'limma sudrab yuribman. Bechora Sharik bizda pollata rolini o'ynaydi. Voy, bu bilasan qanaqa zo'r mulchik o'g'lim, xo'rlama bu Sharikni. Voy. Boladan ko'ra ota mazza qilyapti menimcha. Voy voy. Ana. Tepaga chiq o'g'lim, davay, senga ishonaman. Hayot osonmi senga? Mana shunaqalardan boshlanadi. Qani ketdi, raz-dva. Akashlar joyimizda turibmiz. Bo'ldi, yog'i voleybol. Biz o'g'limiz bilan nimadirlarning tagiga kirib ketib, adashib qoldik. Общий hisobda почти 100 kaloriya yo'qotdim. Sol ichiga yaxshilabdi. Biz o'g'lim bilan shashi yegani keldik. O'ng qo'lingda ishga harakat qil, o'ng qo'lingda. Yo'q, o'ng qo'lingda ye, bu qo'lingda ye. Молодец. Suma, mama. Shep endi nima desalar shu. O'g'lim Sharik jinnisi. Ana o'zi quyonchasi jonga tegdi, endi yonadigandan oldi. Buni ham hozir 2 minutda teshadi. 40 millik Sharik.